va'dasini ustidan chiqmadi, va'davoz. Hukumatni pulini, budjetni pulini, bizni xalqni pulini harom jig'ildoniga kamroq uradi. Turbalardagi gazlar muzlab qoldi, bir narsa bo'lib qoldi. Seni miyang muzlab qolgan, seni tizinindagilarni miyasi muzlab qolgan. To'g'lab qo'ygan, eritish kerak ular gaz yoqib. Ana bu benzinga keladigan bo'lsak, qo'pol qilib aytdim, otni siydigini qo'shib sotayotgan benzinlar. Yo, bu yoqni do'ndirib qo'ymaysizlar, metanlarni bemalol qilib. Otni kallasidan qo'shib, dumini tayidagini ham qo'shib qo'ygansizlar narxini. Lekin shu ham yo'q. Gazimizni eksport qilishga ruxsat beryapti. Xalqimiz o'ziga gaz yetmayapti. Hurmatli, sharafsiz energetika vazirligidagi mutasaddilar, sizlar faqat qoziqqa o'tirganda o'shanda ko'nasizlar. Ertaga hamma yoq rasvos chiqib ketgandan keyin qayerga qochasiz keyin? Nimani olib kirasiz keyin prezident? Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim mana shu videoni jonli efirimni imkon qadar ko'proq podelitsiya qilishinglarni. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshon, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'ligingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulotni yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Nega ana bu bizni O'zbekistonimizni sharmanda qilayotgan energetika vazirligi tizimini hech kim joyiga sola olmayapti? Prezidentimizga, xalqimizga energetika vaziri nima deb va'da bergan edi? Va'dasini ustidan chiqmadi, va'davoz. Erkak kishi hech bo'lmaganda aytganini bajarish kerak-ku. O nima qildi? Men ishdan ketamiz, nafaqat men, hammamiz dedi. Lekin kim ketdi? O'zi ketdimi? Ketgani yo'q. Men bitta narsa hayron qolamanki, muhtaram yurtboshimizga aytmoqchiman bitta narsani. Nahotki yurtimizda mana shu bo'layotgan holatlarda yurtboshimizni xabari yo'q. Nahotki men ishongim kelmayapti. Chunki O'zbekistonda yashaydi-ku prezidentimiz ham. To'g'ri, ishi ko'p, yig'ilishdan boshi chiqmaydi, topshiriqlar boshqa. Lekin prezidentimiz atrofidagi maslahatchilar qani? Prezidentimizga nahotki shu narsalar yetib bormayapti. Yetib borganda men o'ylaymanki, yurtboshimiz qaysi oyog'i yerdan uzilgan vazirga yoki rahbarlarga, mutasaddilarga nimani topshiriq berganini o'zi biladi-ku. Agarda mana shu holatlar yetib borayotgan bo'lganda, agarda gazda mana shunday holatlar bo'layotganini agar yurtboshimizga yetib borganda, ana bu energetika vazirligi sen bu yoqqa kelib turchi? Sen menga 2 yil avval nima deb va'da berganing? Yer yutkur va'davoz deb turib kallasiga solgan bo'lardi shapaloqqa qaratib, qonun bilan. Sen prezidentni aldayapsanmi? Sen yurtni aldayapsanmi? Sen xalqni aldadingmi deb turib kallasiga solgan bo'lardi. Lekin solmadi. Hech narsa bo'lmaganda yuribdi. Ya'ni u energetika vazirligining axborot xizmati chiqib olib, sharmanda, uyatsizlarcha, sharafsizlarcha keskin tushib ketgan sovuqlarga, turbalardagi gazlar muzlab qoldi, bir narsa bo'lib qoldi. Seni miyang muzlab qolgan, seni tizinindagilarni miyasi muzlab qolgan, to'g'lab qolgan, eritish kerak ular gaz yoqib. Nega? Nimaga Rossiya Federatsiyasida yana takrorlayman. Oldingi bir efirimda ham takror aytganman. Rossiya Federatsiyasida yozgi kunida ham o Sibir boshqa bir nimalarida havo sovuq. Bizda eng qishimizda bo'ladigan sovuq ham ularni yozida ham bizdan sovuq. Lekin nimaga ularni turbasidagi gazlar muzlab qolmayapti? Nega boshqa davlatlarda muzlab qolmayapti? Sababini aytaman. Hurmatli, sharafsiz energetika vazirligidagi mutasaddilar, sizlarga aytaman. Ular hukumatni pulini, budjetni pulini, bizni xalqni pulini kamroq talon-taroj qiladi. Ular kamroq yeb ichib tashlaydi. Harom jig'ildoniga kamroq uradi. Chunki o'sha turbalarni izolyatsiya qiladi. Nega? Ertaga sovuqda bu narsalar ertaga to'g'lab qoladi, muzlab qoladi
quyuqlashib ketadi, bosim tushib ketsa xalqimizga yetib bormay qoladi deb ular shu o'shani kamroq o'marib, o'sha turbalarni atrofiga izolyatsiya qiladi. Biz O'zbekistonda qila olmaymiz. Qila olmaymiz. Hamma yo'qda statistikani o'sha davlat rahbarimizga zo'r qilib yetkazib olib kirganinglar uchun gazimizni eksport qilishga ruxsat beryapti. Agar janob prezident xalqimiz o'ziga gaz yetmayapti, yetkiza olmayapmiz biz. Biz yetkiza olmayapmiz, jig'ildonimizdan ortmayapti. O'shuning uchun desangiz, to'xta ifloslar bo'lmasam, senlar jig'ildoningni bu yog'ini tiqsang, bu yog'ini eksport qilmasdan biz uni xalqqa yetkazamiz hech bo'lmasa qish kunida degan bo'lar edi. Biz tayyormiz. Statistikani zo'r olib kirishib berganing uchun yurtboshimiz baland minbarlarda turib gazimiz yetarli haqiqatda. Mana shunchasi ortisha degani uchun shu mutasaddilar, statistika beradiganlar. Uni boshqa davlatlarga biz eksport qilib yotibmiz. Xalq sizlardan non so'ragan yo'q. Xalq sizlardan tuz so'ragan yo'q. Xalq sizlarni uylarga borib yashayotgan yo'q. Xalq sizlarni cho'ntaginglarga ko'z tikkani yo'q, lekin sizlar xalqni cho'ntagiga ko'z tikib qo'ygansizlar. Bizning niyatimiz yo'q, sizlarni cho'ntaginglardagi harom topilgan pullar bo'lsa, ularni olish bizning xohishimiz yo'q. Sizlar hattoki olayotgan oyliginglar ham hali o'sha u bir unaqa gumonda. Chunki olayotgan oylik ham u xalqni rozi qilib olingan oylik, u halol. Albatta. Mayli, xalqqa bermayapsizlar. Chunki arzon pul to'laymiz xalq. Lekin tadbirkorlarga otni kallasidan qo'shib, dumini tayidagini ham qo'shib qo'ygansizlar narxini. Lekin shu ham yo'q. Endi ana bu benzinga keladigan bo'lsak, qo'pol qilib aytdim, otni siydigini qo'shib sotayotgan benzinlar. Bu yaqinda boshimizdan o'tdi. O'sha Samarqand viloyati, Samarqand shahrida olgan benzinimiz. Alal oqibat mashinani motor qilindi. Bilasizlarmi, necha million zarar ko'rildi. Ming afsus. Yo, bu yog'ini do'ndirib qo'ymaysizlar, metanlarni bemalol qilib. Metanni makkan qisib turganinglardek, bo'lmasa hech bo'lmasa benzinni bir chiroyli bir adolatli yo'lga qo'yib bermaysizlar. Sizlar yo unga ko'nmaysizlar, yo bunga ko'nmaysizlar. Sizlar faqat qoziqqa o'tirganda o'shanda ko'nasizlar. Yoki lahatga kirib, qabrga kirganinglarda ko'zinglar o'shanda to'yadi, tuproqqa faqat. Prezidentimiz axborot xizmatining rahbari qani Sherzod Asadov. Lekin siz o'tirishingiz kerak. Siz ko'rishingiz kerak. Aqlingiz yetmayaptimi? Duxingiz yetmayaptimi? Olib kirishga, bor statistikani. Ertaga hamma yo'q rasvos chiqib ketgandan keyin qayerga qochasiz keyin? Nimani olib kirasiz keyin prezidentga? Hamma yo'q rasvo bo'lib ketgandan keyin olib kirasizlarmi ma'lumotni? Mayli, metan bo'lmasa benzin quyib yurishga menda sharoit bordir. Sizda sharoit bordir. Lekin hammada emas. Metan zapravkada soatlab navbatda turganlar ular sharoit yo'qligidan. Men unaqa turishga vaqtim yo'q. Harakatda ishdaman, shuning uchun benzin quyib ketishim mumkin. Lekin navbatda soatlab turganlar ular shunday imkoni yo'q bo'lganligi uchun turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, kim kuzatayotgan bo'lsa albatta rahmat. Kommentariy yozganlarga albatta javob berishga harakat qilaman. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim mana shu videoni jonli efirimni imkon qadar ko'proq podelitsiya qilishinglarni. Negaki qancha ko'p podelitsiya qilinsa, shuncha yaxshiroq yetib boradi ana u tepada o'tirgan uyqusirab o'tirganlarga. Balki mana bu uyqudagi Oliy Majlisdagi deputatlarimizga, senatorlarimizga ham yetib borib qolar. Qo'lini ko'tarib ma'qullashdan avval. Mayli, endi O'zbekistonimizni Xitoyga sotib yuboryapmiz o'sha sotib yuboryapmiz. Endi butunligicha bosib olgungacha Xitoylar ungacha hech bo'lmasa o'zimizning gazimizni o'zimiz ishlatib turaylik. Salomat bo'lasizlar, boringlarga shukr. Mana oxirida efirga kirayotganlar
shu efirimizni boshidan qo'yib eshitib ko'rsalaring, albatta o'zinglar bir xulosaga kelasizlar, xudo xolasa. Kommentariyalarda yozinglar, o'zinglarda fikringlar bo'lsa. Duo qilib turinglar. Sog' bo'linglar va salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.